Turmuşumda besinbek eğirgenlerge ama şu besmanla Liu Bei, Hakan Tağsi, Liu Shen adımı besmanla eğirmi diyeyim kilidu. Hizmet besimi, turmuş besimi, ailenin besimi, onun besimi, bunun besimi, kan besimi tekişne mi? Ay bundak besimler hemmemizdi ba. Liu Bei karapıkınla nurgun canlarını kıldı, can kıgan sıra yenildi, yeli Şujo'dan, yeli Şi'den, hem yerden ayrıldı. Yeli Liu Bu kip uruvatkan, yeli Cao Cao kip uruvatkan, yeli Sun Quan kip uruvatkan. Candı püttirep tuğdak bir destigdek zaman makanım kalmadı manın. Hem de Liu Bei'nin en ters günün kağa vakti Changbanpo davında yani Xinye balığı taşlap bu Cangsha qarab çekinib atdımmış vaqtingizda. Mush chekingan vaqtingizda kaynidan Cao tuman ming lashkar bilan qo'g'layotgan nurg'un xalqi o'lib ketdi buni agishib mangan. Qo'shinning yerimda navra qirilib ketdi. Xotinim quduq sakrab o'lib oldi. Bir odudu melek balsim o'ldi. Qaranglar. Dahshatlik mag'lub bo'ldi-da bu. Endi mushundaq vaqtning o'zida Lujin buni izlab kelib deydi. Endi sizlar nega bormoqchi, endi qanday qilay deb atsizlar desa, Sangwo ketaymi, Sangwoning valisiga ergashaymi deydi. Liu Bei'ning mush nimgan gibi desanglar, men jondiz yirikdim, chekinib chiqay. Tarix sahnasidan chekinib chiqdi. Jon ishlardan qo'l uzay deb atadi. Bu Sangwo degan Guangxining nersiga hesab bu ish partiyasiga ziminiga kirmaydiganroq birga o'xshaydi, haqiqatning ichiga aralashmaydi demakchi Liu Bei'chi. Demak Liu Bei butunlay voz kechmoqchi bo'lganmish vaqtni oldi. Biroq 2 yildan keyin 2 yildan keyin Jingju'ni oldi chiqib yurishdi Saosoni Sun Quan bilan birlashib mag'lub qilgandan keyin. Undan keyin Hanzhong tushganlarni olgandan keyin jonining 3dan 1 erishdi. Qaranglar. Hayotidagi cho'ng burilish, cho'ng o'zgarish. Nimishqa tarix o'rganganlar, bunday kitoblarni ko'p o'qiganlar bir qadar sabrchan, uning uzun umr ko'rayotgan statistika qarab baqsam, bular oson ochiqlanib ketmaydi, oson umidsizlanib ketmaydi, oson hayajonlanmaydi bundaq deganda. Nima uchun bundaq bo'ldi desanglar, chunki bu tarix bu kitoblardagi shu shaxslar biz uchrayotgan ishlarni tarixdan burun yashab bo'lgan. Shularning uchirg'achqa biz ham uchirgandan keyin to'xtab turib, "Mash burun manda bo'pti-ka. Liu Bei manda qaraq kun qolgan, salsa manda qaraq bo'lgan. Menga nisbatan kichikli ishkan-ku bu bo'ldi. Mening beshimda o'tkizdi" deb o'zini tamkin tuta oladigan gap. U davrga bu davr o'xshamsa deb o'xshash. U davrda ot minsa biz nayt shu mashina haydavatimiz, motor minimatimiz. Tushunami? U davrda xatni opirib birdigan ish bo'lsa, bizning davrimizda undizlarda parangishyapmiz. U davrda yombu xashligan bo'lsa biz qog'oz pul yoki undar pul xashlayapmiz. Bu davrdagi baglarning 30 kurash janglar qilish to'qmoq bilan bo'lgan bo'lsa, bizning davrimizda istitaksiz jang bo'lyapti-ku. Har qaysi korxonchilar o'tirsda, Wang Honglar o'tirsda ko'rib turibotgansizlar, u o'xshaydi ashtinga shu amaliyotda. Umumiy jihatdan qarsak, o'zgarib boqmadi. Munosabat, yashash nazariyasi, bu jihatlar yana shu o'xshash menyapti. Shuning uchun ma kitoblarni biz o'qisak, oldin his qilib bo'lgan bo'lamiz. Mana shu andan keyin biz kelgan vaqtida qo'rqmayli o'tibdimiz, boshqalarga yo'l ko'rsata olamiz. Mana gap bor.